Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga hurmatli obunachilari. 3 kanalli joyimiz, domimizning o'zi 4 kanal, 4 etaj. Bu 3-etajında bo'ladi. 3 kanalli joyimiz remontdan chiqib turibgina ko'rib turganingizdek. Narxına keladigan bo'lsak, narxi 490 million so'm pul, ayrim jihozlarni ham tashlab ketaman dedi. Joyimiz srochniy sotiladi. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, lokatsiyamiz Molosniy, ya'ni ko'na Gamburg Kamishda, Kamish Gamburgning yanında bo'ladi yurtdoshlar. Garasko Maysa ham yaqin yerlari yurtdoshlar. 3 kanal joyimiz, birinchi chetdan boshlaymiz. Bunda bir xonasi bo'ladi. Eshiklarimiz ham ko'ringlar, eshiklarimiz ham oppoq chiroyli eshiklardan o'rnatilgan. Yurtdoshlar g'ollam tushib ketaman dedi. Endi ayrim jihozlar deganda o'zi bilan mulk egasi nomerini ko'p qo'yaman, o'zi bilan bemalol gap tashlaverasizlar. Joyimiz 3 kanal so'rab bilgan do'stlaringiz bo'lsa, sirrazi tarqatamiz bu joyimizni. Sirrazi do'stlar, bu yanimizga kelaversak, bu yanimiz hojatxonamiz bo'ladi. Shu hojatxonamizda az montaj o'tib bersak, savun yerimiz ham bo'ladi bu yerimizda. Ham xonalar alohida, men narsasini alohida qilingan bu yerimiz spalnisi bo'ladi do'stlar. Yurtdoshlar spalniy. Bu yanimizga kelaversak, bu yanimiz mehmonxona bo'ladi endi. Fotologlarimiz natijada qilingan, devorlarimiz aboy. Do'stlar. Chiroyli bo'lib turibdi, chiroyli bo'lib. Narxini yarashadi. Kommentariyada yozinglar, narxini chek. Ajoyibmi? Bu yerimizda endi mebel prixoshga o'tib bersangizda ajoyibgina bo'lib turadi do'stlar. Bu yanimizga kelaversak, ayollarimiz uchun oshxonasi bo'ladi. Bu yanimiz zakritli balkoni bo'ladi. Zakritli 6 metr 2 metrlik zakritli balkon do'stlar. Endi patni ko'tarib edi. Narxini ekranda yana ham yozib qo'yaman, lekin og'iz akam aytib o'tib ketaman. Mulk egasining nomerini qo'yaman. 490 million deb yoziladi. Kelishiladi do'stlar. Yakillar tarqatish yoddan chiqarmanglar.